oxiratga iymon keltirsa, amantu billahi va yawmil oxir desangiz, u oxirat umuman esingizga kelmasa, u iymon nima qizig'i bor? Bu iymondan maqsad siz har lahzangiz o'sha oxirat mezoni bilan ishlash kerak. Ertaman turib bomdod o'qish kerakmi? Maza qilib uxlagan yaxshi yo'q. Oxirat uchun kerak. O'zi topgan pulni 40 dan birini yoki 30 dan birini berib yuborish ahmoqlik ish emasmi? O'zi topgan pul u. Siz mehnat qilib. Nima uchun beryapsiz? Oxirat uchun beryapsiz. Tushunyapsizmi? Oxirat uchun yashaydi inson. Musulmon odam shunaqa bo'ladi. Boshqalar qanday yashasa yashaydi. Shuning uchun Rasululloh akram alayhisolatu vassalom oldiga kelganda Hazrat Umar u kishi omborda yotgan bo'lganlar. Bo'yra tanalariga izi chiqib qolgan ekan, yuzlariga, yonlariga. Hazrat Umar kelib yig'laganlar. Ya Rasululloh, boshqalar taxtlarda, koshonalarda yashayapti. Siz haqli emasmi shunday